Atuşning Ustun Atush yezisida bir ayolning Maryam Niso, Qambar Niso ismli ikki qizi bor bo'lib, cho'ng qizi Maryam Niso oldingi yili kezik kesili bilan o'lib ketgandan keyin kichik qizi Qambar Niso bilan yolg'iz qoldi. Qambar Nisoning kundan kunga cho'ng bo'lishiga agishib, uyning chiqimlarimi borgan sari ko'payib beribdi. Eridan yoshla to'lqalgan bu ayol oxiri turmushning qattiqchiligida qo'shni kanatdagi ayoli o'lib ketgan bir boyga yotliq bo'pti. Bu boy bakla ochko'z bo'lib, kichikkina naf uchun bag g'ojamlarga xushomad qilibla yuridi ekan. O'gay qizi Qambar Nisoning kundan kunga rang tuzab bo'yiga yetib qolganligiga ko'zi tushgan boy ko'ngliga bir shumliqni pukibdi. Ya'ni Qambar Nisoni ayoli o'lib ketgan o'zidinmi boy bir qiyriga yotliq qilib, u boydan pul mal undirib olish maqsadida ayoliga Qambar Nisoni qiyri boyga tegishga ma'qul keltirishni aytibdi. Erining oldida bequvul bechora ayol qizi Qambar Nisoga yolvorib beqibdi. Aldab beqibdi, lekin Qambar Niso unumabdi. O'gay dada Qambar Nisoning qo'shilmaganligini anglab qattiq xafa bo'pti va agar Qambar Nisoni ma'qul keltirmasa, ana bola ikkilisini uydan qo'g'lab chiqardiganligini aytibdi. Rahimsiz o'gay dadaning majburlashi bilan oxiri bu to'ymu bo'pti. Lekin o'zining bo'vsidek qiyriga yotliq bo'lishni xohlamagan Qambar Niso to'y kuni kechda boyning uyidan qochib chiqib, mahallaning oyiqidagi ko'lga o'zini tashlab o'libdi. Dadası, sizlik deyişdim, şunda xijolat bo'ladimi? Qaman savlan men deyishgandim, qattiq yaqin kelmadi. Bu ishni qanday qilsak bo'lar? Bu ishni Alloh bilan abla bilan deyish bo'ldi. Qizim cho'ngmi senmi? Sen gap ko'rmam cho'ng olgan ekan. Bu taxi kichik tursa, men bu qiz oldin ansirab qoldim. Biroq chiqarib qo'yamdiki deb o'ylayman. O vaqtida silim xijolat, menmi xijolat, o'ttaliqda bola xijolat. Qanday qilsan bola tarbiya qilibsan, o'sha to'yni qilmasak bo'lmaydi. Nimanda jiq gap qilsa? Biz bu ishni kerak o'ylab baqsaq bo'lmasmi dadasi? Nimda gap tushunmaysa, men yuzimni qo'yamiz qo'ymamsa. Ya qizning gap kuchigiz, ya biz qizingni yo'qlaydi.
Qandansa? Qandansu? Qani balam sen? Mana. Mekkila balam. Voy canım balam, nemish qilyapsiz bog'da? To'g'ri sepchiydi mana. Qo'llarimni qalak qisib berib ketdingmi? Charchadim balam. Xon balam, chiroyli balam. Balam ko'nglingni yerim qilma. Endi bu ishlar amal yo'q. Dadam qo'shlab bo'libdi balam. Senden mende amal yo'q. Bu ishni qilmasak bo'lmaydi. Ko'nglimni qat'iy yerim qilmag'in. Bu ishlarni o'tib ketadi. Dadam bu to'yga qo'shlab bo'libdi. Sen qilmasang bo'lmaydi. Meni bo'lsin bo'ylab qo'ygan balam. O'tirliqda menda xijolat qildinglar. Sen qarsam sen, dadangga qarsam, u yoqqa qarsam dadang balam. Onda o'zim deysan olmamdı. Unda qilmagan canım balam, men o'ylamasam bo'lmaydi. O'tirliqda menda xijolat to'p qoladi ekanman. Qizval degan cho'qim cho'ng'osi to'y qildi. Bu degan beshidan o'tdi. Azman to'y qilmayman. Meni unda xijolat qilsam bo'lmaydi. Men o'ylab qaradim. Ben onda qiyriq tegmayman. Vay canım balam. Vay xon balam. Canım balam. Qanday desa balam. Ben qanday qilman balam. Qanday tashlab ketdim balam. Ben qanday chidayman balam. Canım balam. Mushlar suv qanday patqansa balam. Vay balam. Vay qanday desa. Vay balam. Vay balam. Vay.
Şimdi